insultni davolash. Insultni davolashda ishemik insultni davolash bu sal tezroq, ishonchliroq, garantiyaliroq bo'ladi. Gemorragik insultda ham tuzalib ketish mumkin, ammo sal qiyinroq kechadi, uzoqroq vaqt talab qiladi. Endi insultni o'zi birdaniga to'satdan kelib qolmaydi, hech qachon yiqilib insult oldi deyishadi. Bu noto'g'ri. Odam hech qachon yiqilib keyin insult olmaydi. Avval insult olib, undan keyin yiqiladi. Demak, shunda adashmaymiz va insultni paydo bo'lishidan, insult bo'lishidan oldin bizga beriladigan signallar ushbular. Oyoq qo'llarning uyushishi, agar qorin dam bo'lsa, og'iz hidlansa, og'izga achchiq suv kelsa, izjo'ga bo'ladi, zarda bo'ladi. Mana bu ham insultning alomatlaridan hisoblanadi. Dangasa bo'lib qolishlik, yalqov bo'lib qolishlik, jalqov deydi-ku, ko'p uyqu, asabiylik, izzat talab bo'lib qolishlik yoki davleniyaning ko'tarilishi, quloqning shandillashi, bosh aylanishi, mana bularning barchasi sizda insult bo'ladi deb organizm sizga signal berayotgan bo'ladi. Yomon o'y, fikrlar, o'sha vahimaga tushib qolishlik, o'lib qolmasmikinman, yolg'iz qolib ketmasmikinman degan fikrlar ham insultning sizga berayotgan signali hisoblanadi.